Aya sen şagird kelgan Rossiyadan ketdi. Assalomu alaykum. Mana ne'mataylarni jugu keldilaringizga. Hozir tushiryapti. Hamma rayonlarga borda. O'sha birim ketim boshladi. Bul Qumsangir 400 ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi shu? Gapni o'zim ko'rsangiz ko'plar aytadi bir mayda erkinsan deb. Siz ham shuni tuyuldimi? Hayır. Sen dünyanı cep koyarız bu değil. Yo'q, biz o'ta odammiz. Jukka keldingizlarmi yoki aloqa bormi jukka? Yok cükke geldi. Jukka keldingizlar? Endi tushirib boshladi zang'illatib. Ayna oxirgi marta nechinchi stada keladi? Men Rossiya dedim shu payt. Rossiya dedim. Oxirgi marta kelibdi, unda men yo'q edim. Moskvadan turib video qilgandim, tomoshabinlar ko'rgan. Shunday so'mkani ko'rsangiz, kelgan. 23 noyabrda kelgan ekan, shuni yana kelishi. Atak men har kelganda video qilishim, shunda men Rossiya dedim. Mana asti bular qayerdan bo'lsa ekan? Buni bo'ladi. Zarkemer ekan, Zarkemer. Xullas endi nima deydi? Juk jo'natmoqchi bo'lgan odamlar. Qarangizlar, Moskvada bularni mitish tarafida shu adresga chap kelib bersangizlar juklaringizni 80 rubldan har bir kilogrammini ana shunday qilib olib kelib beradi, tarozga shunday qo'yadi. Agarda bular borib sizlarni manzilingizdan olib ketsa, ana onda kilogrammi 90 rubldan. Faqat dedi shu 150 kilogramdan balandroq bo'lish kerak-da, bo'lmasam bizni jo'li pakravat qilmaydi dedi. Hay mana ko'rtusizlar, mana shu inson uverinni mana har doim olib kelyapti. Odamlar topgan tayin kimdir buni degan qozon ham jo'natibdi. At joningdan deb ichida nimadir bor. Buni degan qozon ham jibertibdi. Mashinaga zimni balon jo'natgan kimdir 4 ta mana. Xullas topgan tayinni odamlar jo'natyapti, oilam obod bo'lsin deb. Bularda esishda buni degan xaldaniklar ham bo'ladi-da. Sabunlar hali tushgan yo'qmi? Aya. Qani shu sabun? Sabun qayerda? Sabun? Qani? Zabordan altda? Sabunni ko'rsataylik-da biz. Deb so'raysiz, bilaman. Juklar kelgan, mana. Shu ro'yxat bo'yicha asti odamlarga shu telefon qilyapti. Juklar kelyapti mana deb turib, sabunlar, mana shu sabunlar. Buni biz ochsak ham bo'ladi. Qaysi biri? Qaysi birining kilogrammi qancha? Sabun. Ichida nechta bo'ladi o'zi? 40 dona. 40 dona bo'ladi. 40 dona juda yaxshi sabun. Ochib hidlab ko'raylik. Yaxshilab. Hidi cho'tka ekan. Ichidan chiqarib ham ko'rsataman. Yermaydigan bo'laman-da. Mana. Vazni 200 gram ekan. 200 gram. Vapshim dahshat mana. Neden shu imini shularning hidi bor-da. Necha so'm bu 40 donasi? 2 so'm ya. Qancha? Necha so'm dedi? 2000 rubl? 2000 rubl ekan. Yana boshqa xilasi ham bormi? Detskisi bor, o kimlarda? Detskisi bor. Faqat bir xilas kelganmi? Hozir shu keldi, detskisi ham bor shuning. Keyin atir sabuni bor. Bularni kir yo'q. Buni odamlar zakaz berami yoki bu yerda bari ham bormi? Bu yerda bari ham bor. Bormi? Demak shu yerga kelib 2000 rubldan kelib olib ketasizlar ekan-da, mana shuni. Ichida 40 dona bo'lar ekan, 200 gramdan 2000 rubl ekan. Lekin vaqshim priyatni ekan mana. Mana. Uni ham nima qilasizmi, ayol? Nima bo'l qani shu? Uyga tushib kelganman. Uyga tushib kelgansiz? Hay, uni ham qo'y ko'rsatamiz. Qaraymi? Mayli chiqar. Atkasini sho'rga. Ukajon olib kelgan shu. Mana kirgizgan sabunlaringizni achchaqi bitta kapkan olib kelgan. Chunki boshqa xilasini ham ko'ribman-da Moskvada. Mana juklarda olamiz. Endi bir ro'yxat bo'yicha chaqirasizlar, zanglatib ketadi-da. Ro'yxat bo'yicha Endi mana bunisini ham olib keldi. Mana buning ichida 60 dona bo'lar ekan, bular 200 gramlik. Bular ikkovi har ikkovi mol javog'iga bo'lgan. Bu qanchasi? 2000 rubl. Bular 2000 rublmi? Bular 2000 rubl ekan. Mana buni prosta farqi nima desangizlar, farqi buni slishim priyatni ekan, buni bu jamon emas ekan. Biz ana qora sabunlarda emas ekan-da. Bu qattiq, keyin tez tamom bo'lmaydi. Yo'q, bular jamon emas ekan. Bu
pakovkalığı. Aynen. Ye slishto da bunu atir sabunday xabar ekan, lekin buni yana qaytarib aytaman, o'zimizda ana qara sabunlar bor, unchalik batkur emas. Deyli, uncha вообще bilmaydi. Mana shu qaysi biridan kerak bo'lsa, kelib mana shu yerdan qarab olib ketishingiz mumkin. Mana shu Lensk rayonida slishto. Hozir уже boshqa rayonlarga tarqatadi. Shu sizlar rayonlaringizga ham olib beradi. Ketdi. Ana arqadan olib qo'ysang bo'ladi. Bu yoqda klientlar yuklarni olib ketishni boshladi. Naqda. Gel ya bir kordun maqulni. Ya kenjeymiz ayna. Assalomu alaykum. Doğru Demek şurup bo'ldimi? Hali yotibdi. Stol, vanna, eshik ko'p ekanda. Aytganda bularda постоянно bo'lib turadigan. Endi jigarlar nima demoqchiman? Mana shu Lensk rayon, ya'ni Urodagi rayondan tortib, oyog'i Shartuz, Qabadiyon, narag'asi Qumsangirgacha, balkim Panjgacha boradi. Fakat şu o'rtalarga mana shu odamlarni jugini aynaltirib olib kelyapti. Men kelib, mana shu yerga adashmasam, har Kamaz kelganda video qilaman, asosan 5-marta Kamaz kelishimi, lekin mana shu sezonda reklama qilib boshlagan edim. Sentyabr oyidami yoki birinchi shundan beri 5 marta kelyapti pashta. Boshqa nima deymiz? Hamma rayondan bor deydi. Mana buni qo'rg'on ekan. Bu Kolxozobod. Ko'zingda bizni zimlak. Bunu bulam Kolxozobod ekan. Значит, bu territoriya Kolxozobod. Minir nima bo'lsa, uyali bor ekan. Minir qayer bo'lsa. Bu ham uyali bo'lib ketdi barisi. Endi aynalamiz. Dang'ara. Keyin ko'rsating, mana ustidan olib ko'rsatavering. Hamma joylarga deyarli aparyapti mana juklari kelgan. Dang'aradan kimdir mana shu aynamiz. Ko'tarib bo'lmaydigan bittaligini jo'natibdi. So'mki ichi to'la toshman bo'lib qola. Demak, bu yog'i nima bo'lsa, Qumsangir buni aytdi-a sizlarga mana. Qumsangir kimdir buni deyin rosa bosib jo'natibdi. Ichida nima bo'lishi mumkin endi? Mana Qumsangirdan nima bo'ldi? Qaysi biznesmen? Men umid tuta jo'natgan yo'qman. Qumsangir ekan. Ana ondan keyin esa bir qanday bo'lsa Dushanbe. Zarkemer, bu Zarkemer o'zi shu yer ekan. Buni dal shu tushirib yotdi. Hali biz oxirigacha qarab o'tirishga qanda o'zim ishlarim bor. Mavzuni sizlarga aniqroq qilib tushuntirdik. Bunaqa esa nollar yovon ekan. Yovonga ham olib kelyapti. Har bir joyga bor-da. Kimki juk jo'natmoqchi bo'lsa, jigarlar, jukni postoyan olib kelyapti. Bularda mitishi manzillariga tomon olib kelsangizlar, har bir kilogrammini shuni taroziga qo'yadi, 80 rubldan shuni qabul qilib oladi. Agar ko'proq juk bo'lsa, ana unda skidka ham qo'yamiz mayliga dedi. Bular borib sizlarning manzillaringizdan ham mashinalari bor olib ketadi. Kilogrammini 90 rubldan qabul qilib oladi. Faqat 150 kilogrammdan balandroq bo'lish kerak ukajon dedi. Chunki pakrot qilmaydi, bir 15 kilo uchun barish dedi. Shuning uchun dang'aralar. Hay keling, ana shu ukasi. Siz bittagina gapirib berasiz. Men kelib reklama qilib boshlagandan beri bir adashmasam 5-6 marta Kamaz keldi, ya. Keldi, siz rasta ketib qoldingiz yana. Kelgan edi, onda ham bir ekma. Video qilgan edi, shunda juk keldi degan edim. Mitishida bor vaqtda manzillarni ko'rsatdim-da degan. Ana shu ukasi, mana shu yerda buni endi jukni polni tushirib oladi. Zarkemerdagilarga alo deydi, o'zlari olib ketadi. Qolganini esa buni Qumsangirga tomon olib ketadi. Mayda mashin bilan porturman. Bularni yovon olib ketadi. Buni uyali ekan, buni dang'ara ekan, buni qayerda bo'lsa, berim dang'ara ekan. Qo'rg'on aytganda, bir qo'rg'on ekan, ana Kolxozobod, ana uyami? Yo'q, Kolxozobod. Nargi uyamachi? Oyog'am Zarkemer, bu yoq Dushanbe. Dushanbe. Vag'ish, xullas hamma tarafga juklarni olib kelyapti. Ne'matayna buni uyerini. Men ham shundan xursandmanki, padvat qilmay klientlarda o'z vaqtida olib kelyapti. Biz ham kelib reklama qilamiz, odamlardan rahmat aytsak eshitamiz. Qanday negativ yo'q. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Mana shu Ne'matayna o'zi mitishida borib juklaringizni ko'rsatasizlar, o'z qo'llaringiz bilan topshirasizlar. Olib olib beradi. Uylari mana shu Zarkemerda, mana shu yerda oldindan juk olib kelib qo'ygan inson. Bir 10 yildan o'tganda bu inson juk bilan shug'ullanadi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.